Keynigen muhabbet. Abdori Mevlan Yasin. Muhabbet hakkında bir narsa yezish mening o'y xiyolimda zodila bixlanmagan. Albatta men bu yerda davatgan muhabbet to'y qilmagan yoshlar o'tirisidagi muhabbet izhor qilish emas, balki mening atrofimdagi nurg'unlagan ayrilish va ajrashlardan paydo bo'lgan hasrat, afsus, achchiq kulgi hamda ba'zi vaqtlardagi nafrat tuyg'usi. Bu buzilgan muhabbetler arasida yaqin do'stlarim yoki uzun yillik tanishlarim va yoki men to'yga qatnashgan yoshlar yoki uchinchi shaxs orqali xabardor bo'lgan kishilar. Bularning ichida yosh vaqtlarda qizg'in muhabbatlashib va to'y qilib 10 yil, 20 yil, hatto 30 yil uy tutib balaliq bo'lganlar bor. Vositalik yoki bevosita tanishib nikohlanganlar bor. To'y qilib bir necha yildan keyin ajrashib ketganlar bor. Bir necha qatim nikohliq bo'lganlar bor. Bir chiroylik oilasini buzib to'y qilganlar bor. To'y qilib uzun o'tmay ayrilgan yoshlar bor. Ishonaman, buni anglagan har odamning atrofida bundaq hikoya cho'chaklar uncha oz emas. Bu ajrashishlarning sabablari rangarang. Muhabbatiga xoinlik yoki xiyonat qilganlar, mushkil va jafoliq turmushga chidamaganlar, ayoli ko'p pul tepib erni mansitmaganlar, Amerika va G'arbga kelish uchunlar nikoh qilganlar, boshqasining uyini buzib ketgan yoki og'allar bor, erni tashlab boshqa millat bilan to'y qilib yo'qib ketganlarmi bor. Bular orasidagi tanishish, ayrilish, o'chlishish, jidallashish, suiqasd va osiylik qatorliq hikoyalarga bu muhabbet qurbonlariga e'tibor bermay desammi, ichimda paydo bo'lgan g'idiq meni kunubki taxtasiga so'rab keldi. Sistemalik emas, balki chatma tipda bu muhabbatning mohiyati haqidagi xiyollarimni so'zlar bilan tizib boqay dedim. Muhabbet oldida biroz tamtirab qolgan ayollarga oz to'lib foydasi bo'la deb o'ylayman. Ayol o'ttirisidagi munosabat bir necha yil o'tgandan keyin piyolangda choy bo'lib lavlaringni ko'ydirsam, voy lavlaringni ko'ydirsam degan hissiyot normal bosqichga qadam tashlaydi. Bu doim deyilmaydigan bir reallik. Ayol orasidagi munosabat mayli qanchalik qizg'inlik bilan boshlanishdan qat'iy nazar oxirida kundalik tartibga aylanib qoladi. Dastlabki hayajonlanish, uchib yurgan kepinaklar, xandon urib sayrag'an bulbullar, o'rkashlab iqiyotgan daryolar, yurakning zil torlari, oydin kechalar, bir-biriga qaraganda sezgurlik nervlarining davomliq uyg'onishi va ruhlanishi hayotning qadimiga ergishib hammasi suslashadi. Ammo bu munosabatning mangulik bo'ladiganligini bildirmaydi. Uning tadrijiy taraqqiy qilayotganligidan derak berdi. Ayol munosabati aslida shirin ay bosqichida mangu turmaslik kerak. U texmo cho'nqur, texmo mo'l, texmo tetik, texmo jushqun, texmo reallik. Shuning bilan bir vaqtda texmo oddiy va texmo ta'xirsiz taraqqiy qilishni maqsad qilishi kerak. Shundoq burun yolg'illab turadigan va qattiq hayajonliq muhabbat ba'zida odatdagi ish bo'lib qoladi. Ammo haqiqiy muhabbat mana shu yerdan boshlanadi. Odatdagi paytlardan, normal paranglashishlardan, turmushdagi ziddiyatlardan, muhitning do'stona bo'lmagan havolardan rohat va go'zallikni topa olishi zarur. Muhabbat faqatla tuyg'u, sezimla emas. U har kuni jismoniy va hissiyot, har ikki jihatda chin qalbdan suyish va'dasi. Biz hamisha muhabbatni doim xushalliq va qizg'inlik to'lib toshgan hissiyot degan qarashni olg'a suramiz. Romanlarda, kinolarda,
shoirlarning yozmalarida bu ko'z qarashni alohida gavdlantirdi. Ammo haqiqat shuki, hissiyot har kundagi muhitning ta'sirida kelib ketib turdi. Muhabbatga qilchi kuch sarf qilmaydigan va kaldis keladigan yenik kunlar bo'ladi. Zo'r energiya iste'mol qiladigan va demi ichiga tushib, ochiqini qalbiga bosadigan kunlar kam bo'lmaydi. Chunki haqiqiy muhabbat sizning bir daqiqa hissiyotingiz va bir sar sevgingizla emas, balki sizning har kuni va'dangizni saqlash uchun tanlashingizga va sarf qilgan fidokorliklaringizga munosabatlik. Muhabbat har qanday ahvolda, mayli qattiqchilik yoki ko'ngil xushallik ahvollarida paydo bo'lishni va hozir bo'lishni shart qiladi. Muhabbat hatto hayotingiz xirisga yo'liqqan taqdirdami, hamroyingiz qiyinchilik va muhtojlik holatga tushib qolgandimi, qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz mushaqqatlik bo'lsa-mu, havodan yerga qattiq tushgandimi, biringlarning yo'liga optob tushib, yana biringlarning beshini tun qoplab ketsa-mu, davomlashishni shart qiladi. Muhabbat dal harakat. O sizning bir mezgil hissiyotingiz bilan emas, balki sizning qilgan harakatingiz va fidokorligingiz orqali o'lchanadi, ta'sir ko'rsatadi va yangilanadi. Muhabbat naqsha, ma'naviy nutuq va falsafaning asosli temasi. Alisher Navoiy, Shah Mashrab, William Shakespeare, Alexander Pushkinlarning she'rlaridan bu tema nur chechib turdi. Muhabbat nayt tas va mushkul. O hamisha kulimsirash va xushalliq to'lgan emas. Naq mushu nuqta hammamizning o'zimizni eskartishimizni talab qiladi. Kishilik munosabat hamisha osonga to'xtamaydi. O tirishchanlik, savrchanlik, apuchanlik, chidamchanlik va tushunish qatorliq oliyjanob xarakterga muhtoj. Ba'zida qattiq kurash qilayotgandek va to'salg'ular qo'rishib olgandek kunlar bo'ladi. Fikr almashtirish uzilib qolgan, turmush besimi eg'irlashgan, siz va hamroyingiz butunlay mos qadamda bo'lmagan kunlar bo'ladi. Ammo bu normal ahvol. Munosabat hamisha mukammal bo'lmasligi kerak. U ikkili tarafning ayrim holda va birlikda o'sib yetilishini talab qiladi. Hatto bir-birini shart qiladi. Muhimi shuni unutib qolmaslik kerakki, qiyin mezgillar va go'zal chog'lar, o'xshashlar hammasi muhabbat safaringizning bir qismi. Muhabbat hikoyangizning bir bobi. Muhabbat she'rlaringizning bir misrasi. Muhabbat gul bog'chilaringizning bir g'unchisi. Ular munosabatning buzilganligidan derak bermaydi. Uning reallik dunyosining haqiqiy aks etishini bildirdi va muhabbatning pishib yetilayotganligini ko'rsatib berdi. Kishilar munosabatdagi ko'ngillik va qiziqarli kayfiyat to'xtab qolganda chekinishga moyil bo'ladi. O'tirsidagi uchqun va chaqmoq yo'qolgandek his qilganda boshqalarni izlashga intiladi. Bugungi dunyoda har xil vositalar orqali ko'rayotgan kinolar, chatma programmalar, romanlar va rangarang uchurlar bizning jismoniy va ruhimizni g'idiqlab, yangi hayajon turmushni qo'g'lashimizni ilhomlantirdi va odatlantirdi. Shunga munosabatdagi eng dastlabki uchqun pasayganda va chaqmoq chiqilganda nurg'un kishilar buni davomli yangi uchqun izlashning signali deb qaraydi va yangi uchqun izlashga boshlaydi. Lekin bu qanday uchqun? U ko'zini yumib ochqicha uchib ketadigan uchqun va vallida yo'rib qorong'ulikqa tashlab qo'yadigan chaqmoq. Bu yangi shaylarning yangilik tuyg'usi uzoq so'ziladigan muhabbatning asosi emas. Nurg'un muhabbatlar naq mushu uchqun va chaqmoqqa egishib buziladi. Haqiqiy muhabbat bo'lsa, uchqun suslashgandan keyin va chaqmoq chiqilgandan keyin yuz beradigan ishlar. Siz endi mabtun bo'lib qolmay, vaqtning o'tishiga egishib yetishtirilgan texmi cho'nqur bog'lanishga tayinsiz. Muhabbat cho'qim hamisha odamga hayajon va yangi tuyg'u olib keladi degan bir rivoyat. Haqiqiy muhabbat uchqunni to'xtamay qo'g'lash emas,
bo'ron chapqunga bardoshlik bera oladigan o'tni barpo qilish. Vallada yenib yo'qab ketadigan chaqmoqqa shayda bo'lish emas, kun patqanda uyni yo'ritadigan chiroqni hozirlash. Ko'ngilning kayniga kirma, ko'ngil har yerga boshlaydi, Samarqand olmasidek cho'llarga opirib tashlaydi degandek, muhabbat bir qitim ishiltib tashlaydigan narsa emas. Ishlar taslishib ketgandimi, hayajonlanish pasaygandimi, muhit nacharlashgandimi, turmush qiyinlashgandimi, birsinglar yuqori unvon elib ko'proq pul topgandimi yoki hamroyinglar salomatligidan ayrilib qolgandimi, uni xorlamaysiz, haqorat qilmaysiz, bulg'amaysiz, kir qilmaysiz va tashlab o'tmaysiz. Haqiqiy muhabbat bo'lsa, birlikda bo'ron chapqundan o'tish, qiyinchilikqa yo'liqqanda qo'rqmay, balki ro'baro yuzlanish. Muhabbat degan qalbni ching bog'lash, ulini cho'nqur ko'lash, va'dasida ching turish va maydondan tavranmas. Gerçi shayton qulqonga ayrilib ketsang, hamma ishing oson, yo'ling porloq va yanchig'ing tom bo'ladi deb pichirlasimi. Muhabbat qattiq tirishchanlikqa va savrchan bo'lishga muhtoj. Albatta bu tirishish samimiy bo'lishi kerak. Ba'zida bu tirishish qalaymaqonchilikni va ovorgarchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo munosabatdagi go'zallik naq mushu yerdan o'rin oladi. Gullanadi va shodlanadi. Muhabbat uchun kurash qilganingizda va qiyinchilikni yengib olg'a ilgirlaganda texmo ko'ngillik bo'lasiz. O'zaro munosabat texmo qo'yiq bo'ladi. Bir-birsining ortiqchiligini texmo ro'shan ko'radi va o'zaro texmo yaxshi moslashadi. Hamroyingiz sizdan hargiz voz kechmay, sizni qadrlab, sizga osiylik qilmay va sizni shartsiz suyishni xohlamsiz. Ondaqda sizmi o'zingizga shundoq talab qo'ying. Boshqalardan shartsiz muhabbat kutish oson, ammo bizmi cho'qim o'xshash bedel to'lashga tayyor bo'lishimiz kerak. Muhabbat bir qo'sh yo'lnishlik ko'cha, hatto har tarafga mang'il bo'ladigan zafar darvozasi. Muhabbatdagi har ikki tarafning bir yo'lnishda qadam qo'yish uchun har qanday ahvolda bir niyat, bir maqsadda bo'lishi shart. Agar siz eng nachar paytda birisining yeningizda bo'lishini, mushkul va jafoliq qoplab ketganda sizni qo'llashini umid qilsangiz, sizmi cho'qim shundoq bo'lishga rozi bo'lishingiz kerak. Muhabbat qarshi tarafning mehr shafqatini, hadiyasini tabiiy va haqliq deb qabul qilishla emas, balki qarshi taraf eng qiyin ahvolda qolgandimi o'zining borlig'ini taqdim qilishni shart qiladi. Mehr shafqat, sabr toqat bag'rini texmo kang etishni shart qiladi. O'zaro tushunish va ilhomlantiruvchi bo'lishni shart qiladi. Hatto hamroyingizning yurish turishlari, gap so'zlari va mijoz xuluqlari sizning umid chambarkingizning sirtidan o'rin olgandimi? Haqiqiy muhabbat opportunist bo'lmaydi. Eng jafoliq paytdimi muhabbatni chiriklikka boshlaydigan qulaylikning va fursatning chaqiriqini rad qiladi. Muhabbatingizning bir umr davomlashishini orzu qilsangiz, xiyolingizdagi muhabbatning realist dunyodagi o'zgarishini, hatto sizning orzuingizga ziddiyat keladigan o'zgarishlarni qabul qilishga ixtiyoringiz va ro'yingizning bo'lishi kerak. Muhabbat azaldan pasib emas, u aktiv. U bir xil tashabbuskor harakat, pasib natija emas. U bir sijil mavjudlik, hargizmi tuyuqsiz portlash emas. U bir xil xushallik bilan orzu qilishni, harakat qilishni, tang bahramon bo'lishni birlashtirgan harakat. Ko'chada 1000 kishi, ko'ngilda bir kishi. Muhabbat degan bir xil tanlash. Yana eng qiyin ahvolda suyishni tanlash. Kayfiyatingiz keskin rad qilgan ahvoldimi, amroyingizning oldiga chiqishni va xizmatini qilishni tanlash. O'ng'izsizlikqa yo'liqqan ahvolda muhabbatni tanlash orqali haqiqiy va mangulik muhabbatning asosini solasiz. Hamma ishlar o'ng'ishli bo'lganda, bulbullar sayraganda, to'lin oy kechini yo'ritganda, bankadagi raqamlar jiqayganda suyish oson. Ammo
haqiqiy muhabbat qiyin mezgilda o'zini namoyon qiladi. Hamroyingiz har xil sabablardan cho'ng besimga uchirganda savrchan bo'lish, ochchig'i kelib tars olishib qolganda tasalli berish, ro'yi tushkun bo'lganda yenida bo'lish. Muhabbat degan hamroyining ortiqchiliklarini suyishli emas, balki kamchiligini va ojizligini tang suyish. Bu xil muhabbat avrishimlik, hissiyotlik, bir niyatlik va fidokorlikni talab qiladi. Siz birovni eng qat'iy payt söyganda tavranmas rishta hosil qilasiz. Vaqtning siniqiga bardoshlik bera oladigan muhabbatni tiklaysiz. Dastlabki ushqun yo'qolganda haqiqiy muhabbat o'chmaydi. Uning yiltizi va'dalish orqali cho'nqirilishadi. Sabrchanlik bilan o'sib yetiladi hamda hayotning har bir fasliga singdiriladi.